Assalomu alaykum hurmatli o'quvchilar. Bugungi video darsimizga xush kelibsiz. Bugungi video darsimizning mavzusi sensor tarbiyaning pedagogik asoslari. Reja. Sensor tarbiyaning nazariy asoslari. Aqli zaif bolalar sensor rivojlanish xususiyatlari. Sensor tarbiyaning pedagogik asoslari. Sensor tarbiya tushunchasi va mohiyati. Sensor tarbiya bu bolalarda atrof muhitni sezgi a'zolari orqali bilish, idrok etish va anglash jarayonini rivojlantirishga qaratilgan pedagogik jarayondir. Inson dunyoni avvalo sezgi organlari orqali qabul qiladi. Ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish va teri sezgi. Shu sezgilar asosida idrok shakllanadi va bola atrofdagi predmet va hodisalarni tanib boradi. Sensor tarbiyaning mohiyati bolalarda sezgi tajribasini boyitish, predmetlarning shakl, hajm, tovush kabi xususiyatlarni ajrata olishni o'rgatish, idrok jarayonini rivojlantirish. Yordamchi maktab o'quvchilarida bu jarayonlar tabiatan sust rivojlangan bo'lganligi sababli sensor tarbiya alohida ahamiyat kasb etadi. Sensor rivojlanishining psixologik asoslari. Sensor tarbiya psixologik jarayonlarga tayangan holda amalga oshiriladi. Asosiy jarayonlar quyidagilar: sezgi bu tashqi muhit ta'sirlarining sezgi a'zolari orqali aks etishidir. Masalan, bola rangni ko'radi, tovushni eshitadi yoki hidni sezadi. Aqli zaif bolalarda sezgi jarayonlari sekin rivojlanadi, noaniq bo'ladi, farqlash qobiliyati past bo'ladi. Idrok bu predmet va hodisalarni yaxlit holda anglash jarayonidir. Masalan, bola nafaqat rangni, balki predmetni to'liq tanib oladi. Masalan, bularga olma, qizil olma, dumaloq, shirin. Aqli zaif o'quvchilarda idrok yetarli darajada shakllanmagan, umumlashtirish qobiliyati sust, predmetlarni ajratishda qiyinchilik bo'ladi. Diqqat bu ongni ma'lum bir faoliyatga qaratishdir. Sensor tarbiya jarayonida diqqatni rivojlantirish juda muhim, chunki o'quvchi sezgi orqali olingan ma'lumotni e'tibor bilan qabul qilishi kerak. Aqli zaif o'quvchilarda sensor rivojlanish, ya'ni sezgi va idrok jarayonlari sog'lom tengdoshlariga nisbatan sust va o'ziga xos tarzda shakllangan. Sensor rivojlanish kamchiliklari ularning atrof muhitni anglashiga, o'quv materialini o'zlashtirishiga, kundalik hayotga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Sezgi jarayonlarining xususiyatlari. Aqli zaif bolalarda sezgi, ko'rish, eshitish, hid bilish, ta'm bilish, sezish quyidagi xususiyatlarga ega. Sezuvchanlik past, rang, tovush yoki shaklni darhol farqlay olmaydi. Noaniqlik, sezgi orqali olingan ma'lumotlar chalkash bo'ladi. Sekinlik, ta'sir qabul qilish va anglash vaqt talab etiladi. Farqlash qiyinligi, o'xshash predmetlarni ajratishda qiynaladi. Idrok jarayonlarining xususiyatlari. Idrok predmetlarni yaxlit holda anglash bo'lsa, aqli zaif bolalarda yuzaki idrok predmetlarning barcha belgilarini qamrab olmaydi. Narsalarning faqat qismlarini ajratib olish qabul qilinadi. Diqqat xususiyatlari. Sensor rivojlanishida diqqat muhim rol o'ynaydi. Aqli zaif bolalarda diqqat beqaror va tez jalb etadi. Bir faoliyatda uzoq vaqt e'tibor talab qilmaydi. Muhim belgilarni ajratib olishda qiynaladi. Bu esa sensor mashg'ulotni qisqa va qiziqarli qilishni talab etadi. Xotira xususiyatlari. Sensor tarbiya xotira orqali mustahkamlanadi. Aqli zaif bolalarda mexanik xotira ustun, tushunmasdan yodlash, eslab qolish hajmi kichik, tez unutish kuzatiladi. Shu sababli ko'p martalik takrorlash zarur bo'ladi. Sensor rivojlanishidagi asosiy muammolar: ranglarni farqlashda qiyinchilik, shakl va hajmni ajratishda muammo, tovushlarni aniqlashda xatolar, fazoviy tasavvurlar yetarli emasligi, qo'l harakatlarining sustligi. Sensor tarbiyaning asosiy pedagogik tamoyillari. Ko'rgazmalilik tamoyili. O'quvchilarda predmetlarni ko'rish, ushlash, eshitish orqali o'rganadi. Real buyumlar va didaktik materiallar muhim hisoblanadi. Sensor tarbiya ko'nikmalari ko'p martalik mashqlar orqali mustahkamlanadi. Har bir faoliyat qayta bajariladi. Aqli zaif bolalarda sensor tarbiyani rivojlantirishda faollik va mustaqillik, o'quvchi bilan faol ishtirok etish kerak. Mustaqil bajarishga undash muhim. Sensor tarbiyada metodlari muhim hisoblanadi. Predmetlar bilan bevosita ishlash, ko'rgazmali metodlar, rasmlar, kartochkalar, modellar, rang, shakl va hajmni ko'rsatish, og'zaki metodikalar, tushuntirish, savol-javob, o'yin metodlari, geometrik shakllar, rangli kartochkalar,
audio vositalar muhim hisoblanadi. Korreksion pedagogik yo'nalish ham muhim hisoblanadi. Sensor tarbiya yordamchi maktabda quyidagi vazifalarni bajaradi: sezgi organi faoliyatini rivojlantirish, idrokni to'g'rilash va boyitish, diqqatni barqarorlashtirish, mayda qo'l motorikasini rivojlantirish. O'qituvchining roli ham muhim hisoblanadi. O'qituvchi mashg'ulotni sodda va tushunarli shaklda tashkil etish, har bir o'quvchidan nazorat qilish, har bir o'quvchi va individual tarzda mashg'ulot olib borish hisoblanadi. Bugungi video darsimiz sizga yoqqan degan umiddamiz. E'tiboringiz uchun tashakkur.